Parvardigor Xudoning olamni yoritishi jarayonida mundaq ishlar bo'ldi. Parvardigor Xudo olamni yaratganda yer yuzida o't ko'p va ziroatlar yo'q edi. Chunki Xudo texi yomg'ir yog'dirmagan edi. Shundaqla yer tiriydigan odammi yo'q edi. Ammo yerdan suv chiqib bütün zeminni sug'adi. Ondan Parvardigor Xudo yerning to'pisidan odam otini yasadi va uning burnidan hayotlik nafasini puvladi. Bunun bilan odam otiga hayotlik berildi. Parvardigor Xudo sharqdagi Eram degan joyda bir bog' barpo qilib, o'zi yaratgan odamni u yerga o'rnashtirdi. Parvardigor Xudo u yerda yana mevaları shirin va chiroyli har xil daraxtlarni o'stirdi. Bog'ning o'ttirsida alohida chiktib daraxt bor edi. Biri hayotlik beradigan daraxt bo'lib, yana biri yaxshi bilan yomonni bildiradigan daraxt edi. Eram degan yerdan bir daryo eqib kelib, bog'ni sug'uratdi. Bog'dan chiqqan suv to'rtga bo'linadi. Birinchisi Pishon daryosi bo'lib, oltin chiqadigan Havila degan yani aylanib o'tdi. U yerning oltinni sap. U yerdan yana kam uchraydigan xushpuroqlik devirqoy va yo'lliq yiqiq chiqdi. Ikkinchisi Gihon daryosi bo'lib, Kush degan yani aylanib o'tdi. Üçüncüsü Dicle daryosi bo'lib, Assurning sharqidan eqib o'tdi. To'rtinchisi Firat daryosidir. Parvardigor Xudo odam otini Eram boqqa ishlab, uni parvish qilsin deb u yerga qo'ygan edi. Parvardigor Xudo odam otiga amr qilib, bog'dagi mevalarni xolg'iningcha ye. Ammo yaxshi bilan yomonni bildiradigan daraxtning mevasini hargiz yema. Chunki uni yesang cho'qim o'lasan dedi.